Toshkentda propiska rejimi rasman yo'qoldi. 14 yildan buyon amal qilib kelayotgan mana shu ahmoqona tizimga nihoyat bugun rasman chek qo'yildi. Endi qanday bo'ladi? Avval 12 tagina kategoriya bor edi. Ya'ni Toshkentga doimiy propiskaga qo'yish huquqiga ega bo'lgan 12 ta kategoriyani hammasi bekor bo'ldi. Endi istalgan inson Toshkentda istalgan joyga demak doimiy propiskaga o'tishi mumkin. Buning uchun ikkita narsa kerak. Birinchisi hujjat topshirish kerak, ariza berish kerak. Ikkinchisi o'sha uy egasini roziligi kerak bo'ladi, xolos. Bo'ldi. Bitta sharti bor. Ijtimoiy norma amal qiladi, ya'ni 16 kvadrat metr uchun bir kishiga. Agarda masalan 50 kvadrat metrli joy bo'ladigan bo'lsa, unda 4 kishi bo'larmikin? Yo, 4 kishi ham emas, 3 kishi ro'yxatga qo'yishi mumkin bo'ladi 50 kvadrat metrli joyga. Bu nima uchun qilingan? Misol uchun o'zi kichkinagina bir xonali uy, lekin 80 kishi doimiy ro'yxatdan o'tmasligi uchun mana shunday ijtimoiy norma qo'yilgan 16 kvadrat metrli. Endi faqat yaqin qarindoshlarga bu norma amal qilmaydi. Bular kimlar? Er-xotin, ota, ona va farzandlar, bobo, buvi va nabiralar, aka-uka va opa-singillar. Ya'ni misol uchun 50 kvadrat metrli joyda mana shu yaqin qarindoshlar 10 kishi, 20 kishi ham tursa bo'ladi. Bundan tashqari, umuman hech qayerda ro'yxatda turmasdan 10 kungacha yurish mumkin. Lekin 10 kundan oshiq muddat bo'ladigan bo'lsa, albatta, demak, yoki o'sha turgan joyi bo'yicha yoki yashash joyi bo'yicha, boshqacha aytganda yoki doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatga olinishi kerak bo'ladi. Shu so'zim so'ngida hammani tabriklayman. Bunga ko'p kurashgandik. Shaxsan men juda ko'p kurashganman bu tizimga qarshi va nihoyat mana shu tizim bekor bo'ldi. Sog'lom fikr, sog'lom aql g'olib chiqdi bu jangda.